Mana bular ko'rdinglar boya kuponlari. O'tib kelyapti xudo xohlasa buyog'iga mana 2 marta Mortal Kombatga tikdik. Va hozirgi raundimiz ko'ramiz. Necha bo'pti? Natija chiqa qoldi. Mana shu nima qiladi ochdi hammasi ochilib yotibdi. Kerakmas bizga. Tak, asosiy igaraga o'tamiz. Tak, bunda bo'lgan natijani ko'ramiz hozir. Qani nima natija 30 tugadi. Tak. Sistemni aytib qo'yamiz. Va уже to'la bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar. Elektori 5000 ishiga qo'ydim. G'alaba. Keyingi raundini yana bir ko'raylikchi. Bunda raund mana xuddi shunga qo'yamiz. Bu 3-chi raundga qo'ydim. Hozir 3-chi raund. Ekstra 3-chi raundda bo'lyapti. Yaxshi so'z ko'ramiz davomini. Tak, yana qo'ydim. Hozir endi bunisini ko'ramiz. Bunda ham xuddi shu 54 5000 ishiga qo'ydim 3-chi raund. Hozir bunda uzoq bo'ldi, endi bunda tez bo'lishi kerak. Regular tak, hech narsa qilmadi. Bunisi ham 3-chi raundni ko'ramiz. Bunda matematik hamma narsa, основной matematika bilan bog'liq. Galani ishlatib, qo'yib, ko'rib o'ynasanglar bo'ladi. Yutqazishlar kamdan kam bo'ladi. Men nimaga kelib chiqqan bu soha bo'yicha уже anchadan beri natijalar bor. Ko'rib boraman doim. O'shaning uchun shoshilmaymiz, qaraymiz va o'ylab qo'yamiz. Bu yerda raund 4-chi raundga o'tib ketdi. Elektori 5 bitta menshi beryapti, ya'ni elektori kamdan. Bunda ham tez bo'ladi. Chunki bundan oldingi ikkita tez bo'ldi va 3-inchisi uzoq cho'zildi va 4-chi raundda bunda tez yakunlanishi kerak. Ya'ni ikki odam biri tezroq yutqazadi. Kutib olamiz. 39 kam bo'ldi. 56 dan ko'p bo'ldi. 2-chi raund va 3-chi raund. 3-chi raundga qaytamiz. Yaxshi, вообще. Kutganimdek bunda tez bo'ldi. Mana 47 bizlar qo'yganimiz
Elektri kam. Yutdik. Natijaga o'tamiz. G'alaba bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar. Oddiy va chiroyli kontent bu bo'lgan sizlar uchun. Kimga yoqayotgan bo'lsa videolarim, Telegram kanalimga o'tib olasizlar va YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar.